Ha uyda o'tiradimi? Keling siz ham tez. Dam olib keting. Keyingi safarga siz bilan kelamiz dam olgani. Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Biz galdiy sayohatga Chinorkentga tashrif buyurganmiz kanatkasiga. Xo'p, har doimgidek sahifamiz tanishtiruv deb nomlaymiz. Kim qayerdan kelganliklarini, ismlarini ham bilib olamiz. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Qayerdan siz ismingiz? Buxorodan Bekgul. Buxoro Aziza. Qo'qondan Kamola. Navoiydan Tohir Umid. Navoiy Nurota Pardayeva Zuhra. Samarqanddan Aziza. Qoraqalpoqdan Ismoila Muqaddas. Qoraqalpoqdan Alonazar va Gulzor. Samarqanddan Arpay Qodirova Dilbar. Navoiydan Dilfuza. Buxoro Xariga. Zahmirzacho'ra Sayagul. Qoraqalpog'istondan Nukusdan Qo'jametova Bibsanim. Xorazmdan. Xorazm. Qoraqalpog'istondan Nukusdan Qunduz. Bekoboddan Sotxon. Namangandan salom. Tashkilotchilarga rahmat. Jizzax Gagarin. Ana mana shunaqa har jabhasidan O'zbekistonimizdan tashrif buyurishgan. Siz ham keyingi safarga keling, mazza qilib dam olib keting. Kontent uchun omon. Dam olishlar qalay bo'lyapti? Mana живой intervyu deb nomlaymiz-da bunisini. Mana sanatoriyadan kelgan dam oluvchilarimiz Chinorkent kanatkasiga chiqib, mana ichkarida intervyularni ham boshlavardi. Aka, dam olishlar qalay? Xo'p, maslahat berarmidingiz? Ha. Xo'p, yo'qdagilarchi nima deyshadi? Zo'r. Tamam, zo'r bo'lyapti. Aha. Lichinalari yaxshi. Muomalasi yaxshi. Juda ajoyib. Shu ekskursiyalari undan ham zo'r. Ha, gap yo'q. Do'stlardan Juda ajoyib, juda zo'r. Afsuslanmaysiz kelganingizga. Juda ajoyib, mazza. Ana, bizlarning dam oluvchilarimiz bor, kanatga chiqmagan. Nargi gruppamiz nargi kanatkada kelishyapti, o'mantdi. Hamma telefonda mana, ko'rdinglarmi? Hamma telefonda mana. Zamon shunaqa bo'lib ketdi, hamma telefonda. Mazza bo'ldimi? Qanaqa? Ana, opalar vertolyotda kelishdi. Adrenalin. Вообще zo'r. Qalay ekan opam? Rahmat. Qo'rqyapti. Ya, adrenalin qo'rquv yengishga zo'r. Mana bitta yig'ilinglar, u yerga fonga boringlar hozir olaman. Charchash yo'qmi? Yaxshi keldinglarmi? Mana naqadar go'zal bizni O'zbekistonimiz, yurtimizga ko'z tegmasin. Lekin yana bitta fakt, eng qizig'i Chorbog' suv omborining dambasi to'la, liq to'la suv. Ana shunaqa.
Mana dam oluvchilarimiz ham kelib dam olishmoqda. Hamma hordiqda. Quyosh ham o'zgacha porlaydi bu yerda, ko'rasizlarmi? Toza havo, mazza. Marhamat. Qandaysizlar sizga? Chinorkentda ajoyib. Mana o'yingohli. Mana detskisi. Yaxshi o'tiribsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Cho'tdingmi? Otalar yoqimli ishtaha. Mana keldi lag'mon. Ana lag'monni qarang zo'rligini. Oh. Yoqimli ishtaha. Shashlik keldimi? Shashlikni olib kelishdimi? O'zi keldi oyog'i bilan yurib. Tishlagan joyini o'ngga tushishni oldi. Keling. Men kuyovman, kelin emas. Hazil. Tamomishni qalay. Приятного аппетита. Mana siz ham kelsangiz, xuddi shunaqa kafelarga kirib, mazza qilib shashliklarni yeb, qaytaveramiz. Keling. Qayerga chiqamiz bu yerga? Katerni en dodasiga o'tirishdi, en sportivniy katerlarga. Voy, jiletlardan sportivniy qizlar kelganda o'zi bugun. Hayır, bu tamam bosaveray. Siz chiqqaningiz sraz sezildi, brat. Mana katerda xullas o'zim shopir bo'ladigan bo'ldim. Mana. Zanda tayyormisizlar? Hamma tayyormi? Oldindan etib qo'ying, sraz ogohlantirib. Keyingi gal siz bilan kelamiz. Aloqada bo'lib turing, bizdan uzoqlashmang.
Скоро не вернусь.